ilçesinden ham odam bor. Har bittasida. Yelisada odam bor. Darsda. Mashinalari, boshqasi uni hammasini ta'minlaydi. Bo'lgan sizlardan şu konvoyda otryad boshida bor, xo'jalik rahbarlari hammasi xabari bor. Kecha gaplar chiqarganmiz. Nega o'rmayapsan? Nega yurmayapsan? Mashina yo'q bo'lsa, nimaga mashinani qana deb turib nazorat qilish. Telefonlaringizni olamiz. Mana shu konvoyda yurgani, tushgani, boshqasi bo'yicha sizlarga xabarlashtiramiz. Zafar aka gaplashib turadi. Bir kunda bir marta, ikki marta. Zafar aka mushtarga mana shu yerda bo'ladi. Shu hay barakalla yordam berishimiz kerak mana shu yerda. Siz sizlar chaqirgan. Mana shu yerda endi yigitlar 5 kun bo'lamizmi, 6 kun bo'lamizmi? Shariatga qarab yotishimiz kerak, bu nazorat qilishimiz kerak. Bu yerda hammamiz mas'ul emasmiz. Hammamiz davlatda odammiz, davlatdan oylik olyapmiz, hasharga kelganmiz. Kelishishni yigitlar. Shuning uchun otryad rahbarlarining telefonini biroz aytaman, yozib olaman. Baxmal bizda garantiya. Ya Baxmal ana bu. İnspeksiya. Amin. Baxmal. Yozing, siz Turkiston xo'jaligi yozib oling. Turkiston. Turkiston xo'jaligi otryad rahbari Farid degan ekan Berdiyev. Men bloknotni olamiz. Bu Turkiston. Tak endi Forish. Abkel, Yok, ben karantinada deb bana depan, inspeksiya aytaman. Jo'rabek bloknot topdi. Forish karantin yozib olaveringlar. Forish karantin oqquloq. Bloknot. Forish karantin oqquloq. Otamurod Xo'rozov ekan, tanishingizga. Hoji aka, otryad rahbari. Sanoqul aka, bir minut uzr kechirasiz. Biz ijtimoiy tarmoqdamiz. Bu sizning anaqa bu jarayon yig'ilishingizga bir qo'qqisdan kelib qoldik. Hozir bo'layotgan yig'ilish bo'yicha ham bir Arnasoy tumanidagi g'alla o'rimimi bo'yicha ham bir izoh berib ketsangiz, biz xudo xolasa mana sizga xirmoningizga baraka. Rahmat. Xudo xolasa mana 25-yil g'alla o'rimini boshladik. Bugun yaxshi niyatlar bilan Arnasoy tumanidamiz. Mana shu Arnasoy tuman hududida kechilar bo'lgan shu yigitlar qo'shimcha yangi konvoylar kelyapti. 16 ta, 20 ta yangi konvoy. O'zlarida 35 ta konvoy, 45 ta konvoy bilan Arnasoy Quboq zona bo'lgancha ertaroq tushadi. Barga tumanlarimizda g'alla boshlagancha Arnasoyning bir qismini o'rib qo'ygan konvoylarni chiqib ketish maqsadida chaqiryapmiz. Shu sizlarni yordamga chaqirganmiz va aytgan maqsadimiz. Otryadlar shakllangan, to'g'ano'zman otryadlar chiqib ketgan. Otryadga berilgan vakillar hamma chiqib ketgan ishlardan bor. Akamlarniki MCS'dan bor. Alohida otryad rahbarlari bor. Barcha sharoit bor. Mana shunga yordam beramiz. Rahmat. Bu do'stlarim Jizzax viloyati Arnasoy tumanidagi ushbu 2025-yilda g'alla hosillarining rejalari, qilinayotgan ishlar, bu yilgi davlat xirmonimizga qancha miqdorda, qancha tonnada bu g'alla don yetkazib berishlar to'g'risida mana Arnasoy tumani hokimiga bir yuzlansak. Mana shu masala bo'yicha hozir mana bu yerda katta davrada ichki ishlar, prokuratura va barcha sohalar bo'yicha g'allaning bajarilishi va uni o'rib olish, sifatli o'rib olish, tez kunlarda o'rib olish masalalari bo'yicha bu hisob kitob ishlari olib borilayotgan ekan. Shuning uchun mana Arnasoy tuman hokimi Odil Musonovdan g'alla masalalari bo'yicha bir 2 minut ya 1 minut reja qancha va qancha muddatda bajarib olinadi, terib olinadi, davlatimiz xirmoniga qancha tonna miqdorda bu 2025-yil Odiljon, bu qancha miqdorda Arnasoy tumanida nechta tonna rejangiz bor va ortiqcha qancha berish rejalaringiz bor? Bu ikki og'iz bir ijtimoiy tarmoqqa fikringizni aytsangiz, Arnasoy tuman rejasi qancha va ishni boshlabsiz? Mana xudo xolasa bu yil 8800 gektarda 23232 tonna topshirishimiz kerak. Xudo xolasa bir 2000 tonna qo'shimcha beramiz deb 25000 topshiramiz niyat turibmiz endi. Hosillar ham yomon emas, fermerlarimizning kayfiyati yaxshi. Iloyim, sizning kayfiyatingiz ham juda yaxshi ekan. Bu Odiljon, bu g'alla sotishning o'zidan bu fermerlarga necha milliard so'mlik daromadlar, tushumlar kutyapsiz va shularga qancha o'rtacha 60 milliard so'm tushum bo'ladi fermerlarga. Shundan qancha milliard soliqlarga ketadi? Qancha fermerlar 11 milliard soliqdan qarzi bor. Qarzdorligi bor.
5 milliardini to'lab bersa, qolganini paxtadan to'laydi. Tushunarli. Qolgan qilgan daromadlaringizdan qolgan summalarni tumanning ijtimoiy himoyasiga, obodonlashtirishlarga rejalarim bormi? Xudo xolasa endi fermerlar o'zini bir tiklab olsa bo'ldi bizga. Rahmat. Qolganini o'zimiz qilamiz. Nima deymiz, hurmatli do'stlarim, hurmatli ijtimoiy tarmoq, mana shu bizning yurtboshimiz tashrif buyurgan Arnasoy tumanida nihoyatda katta ishlar bo'lib o'tyapti. Mana shu ishlarda bu boshliqli don, arpa donlarimizni davlatimiz xirmoniga o'z vaqtida tez qisqa kunlarda yetkazib olish maqsadida hokim Arnasoy tuman hokimi Odiljon Musonovning, mana bu viloyatdan kelgan komissiya ishchi guruh rahbari Sanoqul aka Anqayevlarning va butun arnasoyliklarning xirmonlariga baraka bo'lsinlar deb hokim ukamizga omadlar tilab qolamiz. Hokimiga xirmonlaringizga baraka. Rahmat. Sog' bo'ling, omon bo'linglar. Barcha fermerlarga ham xirmonlaringizga baraka deymiz. Mana shu qariyb qancha paytdan beri ishlab kelyapsizlar. Suvsizlik, qishda urug' olish, kredit olib, barcha ishlaringizda hurmatli fermerlar daromadlarni qilib, yuzlaringiz yorug' bo'lib, viloyatdagi eng yetuk daromad fermerlarga aylanib qolishni so'rab qolaman.